Amir avtosavdoda $6200 turinchi pesa avtomat korobka Nexia 3 mashinasi kelib qoldi akalar, ko'rishingiz mumkin. 2017-yil 270 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Qimmat ledlar qo'yilgan, yaxshi diska, to'rtta yaxshi bolalargacha ham qo'yilgan. Sariq salonda bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Salon holati ham zo'r. Urinib ketmagan. Zavodskiy chexollari ham yaxshi holatda ko'rilib solingan. 270 ming probeg. Salon holati ham yaxshi holatda turibdi. Temir gaz bo'lgan, ustanovka qilingan. Turinchi pesa avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Kuzov holati ham yaxshi holatda. Kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, old orqalari pechat 40% atrofida kraskalar bor ekan. O'zini uchun yana bir qator polisi tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Akalar motor qismini ham ko'rishingiz mumkin. Oldilari pechat. Texnik tomonlar ham hech qanaqa muammolar yo'q. 50 partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Asosiysi narxi zo'r narx bo'ladi. $6200 ga 2017-yil 270 ming probeg turgan turinchi pesa avtomat korobka Nexia 3 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilishingiz mumkin akalar.